Şu öküzümüz 2 oy aldım 35 milyon alıverdi. 2 oyda 200 dollar yedi bu. Hozir Hazarası tarazi bilan moli o'lchab, pulini chiqarib, necha so'm foyda qilganini ko'ramiz sizlar bilan. Mening öküzsa oyina 100 dollardan berish kammi, ko'pmi? Sizlar öküzingizga oyina necha so'm yedirasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. 664. Joy versiyonu 64 ming so'mdan alsa 42,5 milyon bo'ladi ekan. Undan 35 milyonu alamiz, keyin 2,5 milyon ham alamiz. 5 milyon sof foyda qoladi 2 oyda. 5 milyon 2 ga bo'lsak, oyina 2,5 milyon so'mdan qoladi. 2,5 milyona shu molni göttirdi yurmaka bo'ladimi? Yo ko'chaga chiqib ishlash kerakmi? Sizlar ne deysizlar?